Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dünyanın her qaysı yerlerinde yaşayotgan Şarkı Türkistanlık Uygur Musulman qarindaşlarımızga 2018-11 ayının 6. günü Cenevada elip bardıgan 10 min kişilik namoyishga kelishinglarni tavsiya qilaman. Biz vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining qilayotgan zulmiga qarshi qirg'inchiligingni, tajovuzchiligingni, qonxo'rligingni to'xtat deb ay yulduzli ko'k bayroqlarimizni ko'tarib, shu vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilari tarafidan zulmga uchqayotgan mush qarindoshlarımızın, ata-analarımızın, biş-tuqqanlarımızın resimlerini ko'tarib, Xitoy tajovuzchilari mush ata-analarimiz, biş-tuqqanlarimiz, mush xalqimiz ne ketdi deb hisob so'rayotganlarga destek bo'ladigan bir kunimiz. Butkul mush Yevropada yashayotgan her qaysi davlatlardagi Sharqiy Turkistonlik Uygur Musulman qarindoshlarımızın 2018-11 ayının 6. günü bo'ladigan Cenevadagi 10 min kişilik namoyishiga haqiqiy o'zini Sharqiy Turkistonlik Uygur Musulman deb bilse bu namoyishiga mutlaka qatnashishni tavsiya qilaman. Allohning navosidan rozi bo'lsin.